anglashla oldim. Hayotim davomida 33 yoshimga kelib, mana shu chuqur seansdan keyin aynan nimani angladim, bilasizmi? Avvalambor Allohim bizani yer yuzida qiynalmasligimizni xohlayotganda, Allohning chevarligini angladim. Cheksiz so'ra, men beraman degan narsa. Qiyin, mumkin emas, ikkilanish, bu shaytoniy fikrlar bo'lgani uchun biz erisha olmaymiz deb o'ylaymiz. Aslida Alloh bizga qiyin yashashimiz uchun yer yuziga dunyoga keltirmagan. Bizga qalb, ong bergan. O'sha vaziyatlardan oson chiqishimiz uchun qalbimizga quloq solishimiz kerak. Qalbimizni pokiza qilsak, biz ko'p narsaga erishamiz. Bu lecheniyada qalb tozaligi, qo'rquv, depressiya, stress, muammolar yo'qligini anglaysizda. Har bitta jarayoningizda rozi bo'lib bersangiz va o'sha narsaga shukronalik his-tuyg'usi bilan minnatdor bo'lib, muammoni muammo deb qabul qilmasdan dars olib, imkoniyat deb ko'ra olganingiz, ana o'sha sizni rivojlantirayotgan darajangiz bo'ladi. Alloh sizga u muammoni nimaga beradi? Muammo deb qarashimiz, noshukurlikka kirib ketadi ko'p insonlar. Lekin bu narsani xursand bo'lib qabul qilish mumkin. Menda juda ham aybdorlik kuchli bo'lgan, har bitta vaziyatdan qutulib bilan yashaganman. Birovlarga o'zimni solishtirish programmalari bo'lgan va hozirgi kunda 33 yoshimda anglagan narsalarimdan, lecheniyadan keyin bu narsalar umuman yo'q. Alloh meni chevarlik bilan yaratgan, ong bilan qalb bergan deb har bitta vaziyatdan oson chiqib ketish yo'llarini ko'ra olaman hozirgi kunda.